Распаковка тайм. Hozir biza ana shunda ham rasmga tushamiz taxlab, ha? Hozir birgalikda Muzaffar bilan bu narsalarni ochib ko'rsatamiz. Bizda bugun yangi shtativ, kichkina shtativimni ham videoni oxirida ko'rsatib o'taman. Qanaqangi ayanchli ahvolga kelganini ko'rasizlar. Shtativ men uchun yangilik emas, prosta sizlarga shu narsalarni raspakovka qilishni Muzaffar bilan birgalikda videoga olib taqdim etishni xohladik, chunki Muzaffar bunaqangi videolarni juda ham yaxshi ko'radi, ayniqsa raspakovka taymni o'lib yaxshi ko'radi. Shu uchun u bilan birgalikda raspakovka qilib shtativni birgalikda yig'ishga qaror qildik. U ham menga o'xshagan video kontentlarga tushishni va men bilan birga partnyorskiy ishlashni juda ham yoqtiradi. Bilmadim, может, menda ko'rganligi sababli o'sha uchun shu shtativni birgalikda yig'ishni boshladik. To'g'risi shtativimni olib qo'yganimga ancha bo'lib qoldi, bir haftachami endi bilmadim, lekin shuni alohida sizlarga video qilaman deganim sababli ishlatmay turgandim. Bugun o'sha kun va nihoyat yetib keldi. To'g'risi anchadan beri Muzaffar bilan video Menda ham pult bor. Hozir nanam ana shuni o'rgatalar, lekin ko'p taxlayaptilar. 2 soatda ikkalamiz o'tiribmiz, lekin hammasini to'g'rilashimiz kerak. kontent olmaganligim sababli ko'pchilik mendan Muzaffar bilan ham video oling deb so'rashgani sababli shu videoni oldik. To'g'risi bunda unaqasi yo'q qolgan. Mana shtativimiz ham tayyor bo'lib qoldi. Endi bizni shtativda video ko'ramiz. Yangi shtativimiz o'zimiz hozir yangilab to'gatdik. Pulti bilan endi rangini boshqaramiz. Qarang. Oq rangga qo'yamiz. Normalniy. Ana shu tabiiyroq, juda ham yorug', juda ham sariq. Tushunarsiz? Ana hozir bu darsini ko'ramiz. Ana o'chiradi. Mana endi sizlarga bas qilib qo'ygan o'zimni 10 shtativimni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Hozir ko'rasizlar. Oldingi shtativim qanaqangi malinki va kichkina, lekin bu shtativimdan umuman lekin meniki katta do'stlar. Buniki kichikna. Ancha yillar menga xizmat qilib qo'ydi. Sizlardan shunaqangi raspakovka bo'ldi. Agar video yoqsa, like va podpiska tugmasini bosib qo'ying. Bye bye.